Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Shu Tunikafon kanalidan topib, YouTube kanalidan topib, akalarga zakaz berdim. O'zim Rossiyadan turib. Akalar mana ishlarimizni bitkizdirib, chiroyli qilib berdi. Rahmat. Zo'r hammasi, ko'z tegmasin, ishlaringizga omad. Aka, baraka topinglar. hamma narsa aytilgandek bo'ldim aka. Ash ko'rgan YouTube'dagi anaqa yolg'on anaqa yo'qmi aka? O'zimiz bilan ko'rib turibsiz. Joy-joyida bo'ldim aka. Boshqa ovoragarchilik bo'lmadimi aka? Qani yo'l chetki. Aka, berayotgan pulga rozi bo'lasiz aka. Xudo xolasa xizmat bo'lsa aytib qo'yasiz aka. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, barchalar omonmisizlar? Do'stlar, biz bu ishimizni Andijon viloyati Marhamat tumani Ilich qishlog'ida juda ham ajoyib ko'rinishda Tunikafon xizmatimizni yakuniga yetkazib berdik. Qadrdonlar, ekranda turgan raqamlarda Telegramlar, WhatsApplar bor. Bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi do'stlar. Vodiy bo'ylab Tunikafon xizmatlarini taklif qilyapmiz. Ekranda turgan raqamlarda Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, 135 ming so'mdan barcha rasxodlari, usta xizmatlari, Tunikafonni reykasi, lesasi do'stlar hammasi ichida qilib bermoqdamiz. Sizlarga ham shunaqa Tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, hech qanaqa oshiqcha ovoragarchiliklarsiz uyingizni mana shunaqa ajoyib ko'rinishda Tunikafon qilgizishinglar mumkin bo'ladi. Do'stlar, 135 ming so'mdan ketgan materialimizning kvadratiga hisoblanadi, joyning kvadratiga emas do'stlar. Bu joylarda tarnov turbalari o'zi bor ekan, faqat Tunikafonini qilib berdik. Tunikafonni aytyapmiz 135 ming so'mdan ketgan rasxodiga qilib beramiz. Agar tarnovlarni, turbalarni qilish kerak bo'lsa, ular metrga hisoblanadi do'stlar. Xo'p, qadrdonlar, bu obyektimizga ko'cha tomon, ichkari tomon shapkalarimiz hamda darvozaxonamiz, mana ichkarini apshikalar qilib berganmiz, pastlarini ham tushirib do'stlar. Hammasi ichida do'stlar. 19 million 440 ming so'm pul ketdi. 144 kvadrat tunika rasxod qilganmiz. 135 ming so'mdan hamma rasxod ichida qilib berdik do'stlar. Xo'p do'stlar, hali ham o'ylanib o'tirgan bo'lsanglar, kanalimizda yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar, layklarni bosib qo'yinglar va ekrandagi raqamlar orqali uyingizga mana shunaqangi ajoyib ko'rinishda Tunikafonlarni buyurtma qilib, eng asosiysi oshiqcha ovoragarchiliklarsiz mana shunaqa Tunikafonlarni o'rnatib